Assalomu alaykum. Men Rahmonov Shokajon, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining birinchi kurs talabasiman. Ushbu videoda men Turkiya iqtisodiyotining o'sishi, rivojlanish sabablari va makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni tahlil qilaman. Aaa, Turkiyani tahlil qilishda bizga ResearchGate va Scopus kabi maqolalar saytidan 5 ta eng muhim maqolalar yordam berdi. Ya'ni bu taqdimotni tayyorlashimizga asos bo'lib berdi. Bayer va Damak o'g'lining 2023-yilda yozilgan taqdimot tadqiqoti. Bu tadqiqot 1973 va 2020-yillardagi Turkiyadagi globallashuv va demokratiyaning iqtisodiy o'sishga ta'siri haqida bo'lgan. Keyingi maqola bo'lsa Klitschers va Dumrovning 1980 va 2015-yillardagi globallashuv indekslari asosiga olib borilgan. Keyingi tadqiqot bo'lsa Kuno va Basharning tadqiqoti hisoblanadi. Dastlab Turkiya haqidagi umumiy ma'lumot beradigan bo'lsam, Turkiyaning rasmiy nomi Turkiya Jumhuriyati. Mamlakat 1923-yilda Usmoniylar imperiyasining parchalanishi natijasida vujudga kelgan. Turkiyaning poytaxti Anqara shahri, eng yirik shahri esa Istanbul hisoblanadi. 2024-yil holatiga ko'ra aholi soni 85 million kishini tashkil qiladi. Yalpi ichki mahsulot bo'lsa $1 trillion dan ortiq. Bu ko'rsatkichlar Turkiyani dunyoning yetakchi iqtisodiyotlaridan biri bo'lishiga sabab bo'lgan. Geografik jihatdan bo'lsa mamlakat 3 tomondan dengiz bilan o'ralgan. Ya'ni bu dengizlar Qora dengiz, Marmar dengizi va O'rta Yer dengizi hisoblanadi. Buni birinchi rasmda ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari Turkiya Yevropa va Osiyo o'rtasidagi oltin ko'prik vazifasini bajargani bois savdo va logistika uchun juda qulay joylashuvga ega. Keyingi e'tibor qaratadigan narsamiz bu birinchi jadvaldagi Turkiyani aholining o'rtacha tarkibi. Ya'ni Turkiyaning aholisining katta qismini musulmonlar tashkil qiladi. Bu deyarli 83% ni tashkil qiladi. Ya'ni 83% aholisi sunniy musulmonlar, 15% aholisi bo'lsa Shia mazhabidagi musulmonlar hisoblanadi. Bundan tashqari boshqa dinga e'tiqod qiluvchilar ham Turkiyani madaniy xilma-xilligini ta'minlaydi. Turkiyada aholi o'rtasida erkaklar va ayollar o'rtasidagi tafovut uncha ko'zga tashlanmaydi. Buni birinchi jadvalda ham ko'rishimiz mumkin. Ushbu jadval 2021 va 2024-yillar oralig'idagi aholi o'sishi va ularni o'sha jinsiga ko'ra sonini ko'rsatib beradi. 3-rasmda bo'lsa biz Turkiyani aholisini yoshga nisbatan foizini ko'ramiz. Turkiyada aholisini asosiy qismini yoshlar tashkil qiladi. Ya'ni aholini deyarli yarmi 30 yoshgacha bo'lgan qatlam. Qolgan yarmi esa 30 va 60 yoshlar orasidagini tashkil qiladi. Turkiya shunday bo'lsa ham Turkiyada nafaqada yashovchilarning soni ham sezilarli darajada, bu umumiy hisobda 15% ga yaqin ko'rsatkich. Keyingi slayd bo'lsa iqtisodiy rivojlanish tarixi haqida. Turkiyani iqtisodiyoti 1923-yildan boshlanadi. Aynan shu davr etatizm, ya'ni davlatni boshqaruv shaklini boshlanishi bo'ladi. Bunda o'sha sanoatda poydevorlari yaratiladi. Buni jadvalda ham ko'rishimiz mumkinki, Turkiyadagi birinchi iqtisodiy yo'nalish, birinchi iqtisodiy bosqich 1923 va 1950-yillarda bo'lgan. Keyingi bosqich bo'lsa 1950 va 1980-yillarda bo'lgan. Aynan shu davrda Turkiyaning iqtisodiyoti rivojlanishdi va urbanizatsiyalashishni boshlaydi. Ya'ni Turkiyadagi shaharda aholini salmog'i o'sha chekka hududlardagi aholiga nisbatan o'sishni boshlaydi. Chekka hududlardagi aholi shahar markazlariga qarab ko'chishni boshlaydi. Aynan shu davrda Turkiyaning iqtisodiyoti o'sha ichki bozorni himoyalashga davlat siyosati qaratilgan. Bunga sabab o'sha o'zini milliy iqtisodiyotini shakllantirib olish, milliy
ishlab chiqarish va sanoatini, zavodlarini yaratib, ularni Yevropani o'sha kuchli zavodlardan, kuchli iqtisodiyotidan himoyalash bo'lgan. Keyingi eng asosiy burilish nuqta Turkiya iqtisodiyotida 1980-yil bo'ladi. Aynan mana shu yilda Turkiyadagi hukumat tepasiga kelgan bosh vazir davlatda katta islohotlarni boshlaydi. Aynan mana shu davrdan boshlab Turkiya o'zini dunyoga eshiklarni ochishni boshlaydi. Bu davrda bozor iqtisodiyoti ancha gurkirab yashnab, eksportni hajmi oshib boradi. Keyingi davr bo'lsa 2001 va 2024-yillar hisoblanadi. Aynan shu davrda Turkiya G20 qatoriga kiradi, global integratsiyaga qo'shiladi. 2000 bu davrda eng ko'zga tashlanadigan narsa 2001-yildagi moliyaviy inqiroz. Aynan mana shu moliyaviy inqirozdan keyin Turkiyada islohotlar bo'lib o'tib, o'sha islohotlar natijasida iqtisodiy jihatdan yuksalish bo'ladi. Buni o'sha yalpi ichki mahsulotni o'sishi fonida ham ko'rishimiz mumkin. Hop. Turkiyani iqtisodiy potensiali 2010-yillardan keyin eng yuqori darajaga yetgan. Ya'ni iqtisodiy jihatdan Turkiya 2010-yilga kelib o'ta tez suratda o'sishni boshlaydi. Turkiyada yana bir ko'zga tashlanadigan asosiy narsalardan biri buni so'nggi yillardagi inflyatsiyasi. Buni 4-rasmda ko'rishimiz mumkin. 2016-yildan keyin Turkiyada o'ta katta inflyatsiya vujudga keladi. Bunga sabab aynan o'sha yili Turkiyada muxolifat hukumat tomonidan tazyiqqa uchraydi va bu Yevropa davlatlarida e'tirozni vujudga keltiradi va shu tufayli Turkiyaga nisbatan bir qancha sanksiyalar qo'llanadi. Buning natijasida Turkiyada ayrim korxonalar kasod bo'ladi, ayrim korxonalarga bo'lsa yuqori bojlar qo'yiladi. Turkiya inflyatsiyaga qarshi kurashni boshlagan. Turkiyaning inflyatsiyaga qarshi kurashi sezilarli natijalarga berishni boshlagan. Bu narsa 2022-yilda ko'zga tashlanadi, ya'ni inflyatsiyaning foizi aynan mana shu yildan boshlab pasayishni boshlagan. Ishlab chiqarish 2025-yilda 3.6%ga, 2026-yilda bo'lsa 3.4%ga o'sishi kutilmoqda. 2027-yilga kelib bo'lsa bu foiz 4%ga yetishi taxmin qilinmoqda. Turkiyada asosiy ishlab chiqarish sohalari bu kimyoviy moddalar, oziq-ovqat, tamaki va to'qimachilik va kiyim-kechak va poyabzal mahsulotlar hisoblanadi. Bundan tashqari Turkiya so'nggi yillarda o'sha sanoatga ham katta e'tibor qaratmoqda. Turkiyani hozirgi kunda eng katta sanoatini o'sha dunyoga tanitayotgan yo'nalish bu harbiy sanoat hisoblanadi. Turkiyada so'nggi yillarda chiqarilgan dronlar, harbiy qurol-yarog' va harbiy mashinalar jahonda jahon davlatlari orasida o'ta katta qiziqishni uyg'otgan. Aynan mana shu tufayli Turkiyani iqtisodiyoti bugungi kunda o'sib kelmoqda. Turkiyani o'sha sanoatida muhim o'rin tutadigan narsalardan biri bu yana po'lat qazib olish. Buni 6-rasmda ko'rishimiz mumkin. Turkiyada po'lat qazib olish xaritasi ushbu rasmda tasvirlangan. Ko'rishimiz mumkinki, Turkiyadagi po'latning asosiy qismi uni shimoli-g'arbiy hududlariga to'g'ri keladi. Turkiyaning eng katta iqtisodiy zonalari va eng katta iqtisodiy nima desa bo'ladi, eng katta iqtisodiy ko'rsatkichga ega shaharlari bu Istanbul, Izmir va Anqara hisoblanadi. Ushbu shaharlarda iqtisodiyotni kattaligiga, Turkiyadagi iqtisodiy o'rni kattaligiga sabab bu shaharlar Turkiyada eng ko'p aholiga ega. Bundan tashqari, Anqaradan tashqari qolgan barcha 3 ta shahar dengiz bo'yida joylashgan va ularni iqtisodiyotining asosiy qismini logistika va portlar tashkil qiladi. Ya'ni dengiz portlari bu shaharlarning iqtisodiyotini
rivojlantirishga katta hissa qo'shgan. Hop, uchinchi bo'limda bo'lsa, uchinchi slaydda biz iqtisodiy sektorlarni tahlil qilamiz. 7 rasmda ko'rishimiz mumkinki, 2020 Turkiyani iqtisodiyotini asosan o'sha servis, ya'ni xizmat ko'rsatish sohasi katta iqtisodiyotda katta o'rin egallaydi. Keyingi o'rinda sanoat va qishloq xo'jaligi turadi. Turkiyadagi asosiy xizmat ko'rsatish sohasi bu o'sha turistlarga qaratilgan. Turkiyada turizm juda yaxshi rivojlangan. Buni juda ko'p Yevropadan va Osiyodan turistlarni kelishi fonida ham ko'rishimiz mumkin. Darvoqe, O'zbekistondan ham Turkiyaga o'sha turistik sayohat maqsadida juda ham ko'p tashrif buyuruvchilar boradi. Hop, 2014-yildan 2024-yilgacha Turkiyadagi turizmni sanoatidagi Turkiya iqtisodiyotidagi turizm salmog'i, ya'ni xizmat ko'rsatish darajasi 53% dan 56% ga ko'tarilgan, ya'ni iqtisodiyotda 56%ni xizmat ko'rsatish sohasi tashkil qiladi. Yalpi ichki mahsulotning asosiy qismini shu xizmat ko'rsatish sohasi o'z bo'yniga oladi. Bundan keyingi o'rinda sanoat bo'ladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, Turkiya 2022-yilgacha yalpi ichki mahsulot ulushida sanoat miqdori o'sib borgan, lekin oxirgi 2 yilda bu narsa biroz pastlagan. Bunga sabab o'sha mintaqadagi ayrim muammolar bo'lishi mumkin. Ya'ni Turkiya sanoatida ayrim ko'rsatkichlar o'ta katta ta'sir ko'rsatgan. Bulardan biri bu o'sha Turkiyada sodir bo'lgan katta inflyatsiya bo'ladi. Hop, Turkiyadagi keyingi asosiy sektor bu qishloq xo'jaligi. Turkiyani iqlimi o'ta qishloq xo'jaligiga mos, ya'ni o'ta mo'tadil. Qishi o'ta qattiq kelmaydi, yozi ham o'ta jazirama emas va dengiz havosi uch tomondan dengiz tomonidan o'ralgan bois bu yerda subtropik iqlim shakllangan. Ya'ni sitrus mevalar, zaytun, apelsin kabi qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishga ixtisoslashgan. Hop, Turkiyaning sanoat zonalarini ko'rishimiz mumkin. Turkiyada sanoat zonalari deyarli bu yerda 8 tani tashkil qiladi. 7 tani tashkil qiladi. Eng katta sanoat zonalaridan biri bu o'sha Turkiyaning shimoli g'arbida joylashgan Istanbul mintaqasi hisoblanadi. Aynan bu mintaqada o'sha xizmat ko'rsatish sohasi yaxshi rivojlangan. Mintaqa iqtisodiyotining 4dan birini, ya'ni 25% ni mashinasozlik, 15% ni esa avtomobilsozlik egallaydi. Keyingi mintaqa bu o'sha poytaxt Anqarani o'z ichiga oluvchi mintaqa bo'lib, bu mintaqada asosan avtomobillar mashinasozlikka ixtisoslashgan. Mashinasozlikning ulushi 32% ni tashkil qiladi. Keyingi mintaqa bu Izmir shahri joylashgan, ya'ni mana bu och serida, och kulrangda ko'rsatilgan mintaqa bo'lib, ushbu mintaqa oziq-ovqat, ichimliklar va qadoqlashga ixtisoslashgan. Bundan tashqari, aynan shu mintaqada to'qimachilik juda yaxshi rivojlangan. Bugungi kunda bozorlarimizda egallab turgan ayrim Turkiya mahsulotlari ham aynan shu mintaqada tayyorlangan, ishlab chiqarilgan. Turkiya shimolidagi mintaqa bo'lsa, yog'ochsozlikka va metallurgiyaga ixtisoslashgan. Buni o'sha bundan avvalgi po'lat qazib olish haqidagi rasmda ham ko'rdik. Ya'ni